Assalomu alaykum fizika ishqibozlari. Demak, milliy sertifikatda tushgan yana bir masalamizni ko'rib ketamiz. Ya'ni, mana bu bizga suvga 5 santimetr botirib qo'yib yuborilgan muzning siklik chastotasida shuni kelib chiqishini mana tepada yozib qo'yganman. Buni bir ko'rib o'rganib chiqasizlar. Endi mana shu tayyor formulani keltirib chiqardik. Shundan bizga tebranish davri degan tushuncha paydo bo'ladi. Tebranish davri nima? Bu 2pi taqsim amiga hisoblanadi. Tebranish davri 2pi taqsim amiga hisoblanadi. Bundan kelib chiqadiki, tebranish davrini topadigan bo'lsak, 2pi ildizda ro jism umumiy balandlik taqsim ro suyuqlik j formulaga keladi. Demak, bundan topamiz 2 ko'paytirib p ni 3 deb olinayapti. Ko'paytiruv ildizda. Endi mana shu joydan biz balandlik topib ketishimiz kerak-da. Bizga hajm deb nimaga aytiladi? Hajm deb massani 0,2 kilogramni zichlikka bo'lamiz. Zichligimiz suvning zichligi muzni zichligi 900. Mana muzni zichligi 900. Endi hajm nimani beradi? Yuza bilan balandlikni beradi. Umumiy balandlikni. Bundan kelib chiqadiki, bizga balandlikni topadigan bo'lsak, 0,2 ni bo'lamiz 90 ko'paytiruv 100 ga. 80 10 usti minus necha? 4. 10 usti minus 4 ga. Shunda 10 usti 4 tepaga chiqsa 2000 ni bo'lib qolar ekanman 900 ko'paytiruv 80 ga. Mana bular qisqaradi. Ikkita nollar ham qisqaradi. Bu bilan bu ham qisqaradi. Pastda 4 qoladi. Demak, bu h teng 1 taqsim 9 ko'paytiruv 4 ga teng bo'lib qoladi. H'imiz. Endi mana shundan xo'p, zichligimiz 900, suvning jismning zichligi 900, balandligimiz 1 taqsim 4 ko'paytiruv 9. Shuni bo'laman 1000 ko'paytiruv 10 ga. Bundan kelib chiqadiki 6 ildizda mana bu ikkita 0 bilan bu ikkita 0 ketadi. Mana bu 9 bilan bu 9 ham ketadi. 1 taqsim 400 qolar ekan. Demak, bu 6 taqsim 20 chiqar ekan. Uning tebranish davri 0,3 sekund ekan. Demak, yozib ketamiz. Tebranish davri 0,3 sekund. Uning maksimal tezligini so'rayapti. Maksimal tezlik bu amplituda amiga hisoblanadi. V max mana shu. V max. Demak, amplitudamiz 0,05 ko'paytiruv siklik chastotamizda mana shu yerda hisoblab olsak, siklik chastotamiz bizga 1 taqsim 20 chiqdi bu yerda, 20 chiqadi. Ko'paytiramiz 20 ga. Shunda 0,1 chiqar ekan. 1 metr taqsim sekund ekan. Javobimiz 1 metr taqsim sekund chiqar ekan. Menimcha shunaqa to'g'ri hisobladim degan bittaman.